Atalmış Uyghur Abdunum rayonluq partikomning organ to'ri bo'lgan Tangirtaq to'rining 25 may kuni bergan xabariga qaraganda, atalmış Uyghur Abdunum rayonluq hukumat Beyjingda maxsus atalmış Şinjanğa munosabatlik ishlar degan temada 9-qatimliq axborot e'lon qilish yig'ini ochgan. Mazkur axborot e'lon qilish yig'inida atalmış Uyghur Abdunum rayonluq hukumatning bayonotchisi Shu Guoxiang Angliyadagi Uyg'ur sud kollegiyasini qonunsiz o'rin Dünya Uyghur Qurultayini terrorlik tashkilot lager shohidlarini artistlar deb ayblagan. Ular atalmış Şinjan'da irqiy qirg'inchilik, majburiy emgak deganlarning mavjud emasligi haqida jar solgan. Angliyaning London shahrida qurilgan mustaqil Uyg'ur sud kollegiyasi 4-iyundan 6-iyungacha guvohlik anglash yig'ini o'tkazilganligi haqida bayonot e'lon qilgan edi. Kuzatuvchilar guvohlik anglash yig'iniga sonliq kunlar qolganda Xitoy hukumatining maxsus yig'in ochib Uyg'ur sud kollegiyasini qonunsiz o'rin deb hujum qilishi, Xitoy hukumatining bu guvohlik anglash yig'inidan qattiq cho'chiyotganligini ko'rsatdi deb qarashmoqda. Hozirgacha Amerika hukumati, Kanada, Gollandiya, Angliya va Litva parlamentlari Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazganligini e'lon qilgan edi. Sharqi Turkistonda o'tgan yillardan buyon davom qilgan qora va razil kuchlarga zarba berish harakati jarayonida ijtimoiy muqimlik va abadiy aminlik barpo qilish uchun minglagan har soha kishilari jinoyatchiga aylanib qolgan edi. Shu qatorda ko'plagan Uyg'ur rahbariy kadrlarning zo'r ko'lamda bir qatimliq siyosiy qirqishga duch kelganligi ma'lum bo'lgan edi. 20 may kuni ana shu siyosiy harakatga zo'r to'hfa qo'shgan Xitoy kadrlarini taqdirlash yig'ini Urumchi shahrida ochildi. Tangirtaq to'rining 21 maydagi xabarda aytilishicha, atalmış Uyg'ur Abdunum rayonluq partikomning sekretari Ching Chuango yig'inda alohida so'z qilgan. O so'zida razil va qora kuchlarga zarba berish harakatini atalmış Şinjanning muqimligi uchun ishlangan bir muhim xizmat deb ko'rsatgan. Bütün Xitoy miqyosida umumlashgan qora va razil kuchlarga zarba berish harakati nomidagi siyosiy to'lqinni G'arb dunyosidagi analizchilar Xi Jinpingning o'z raqiblarini ko'zdan yo'qotish chorasi deb tanqidlagan. Ammo Uyg'ur diyorida bu faoliyat hukumatga shilton otgan deb qaralgan kishilarga qaratilgan bo'lib, analizchilar bu jarayonda nurg'un Uyg'ur rahbariy kadrlarning bo'libmi cho'nqur ijtimoiy asosga ega inovatlik Uyg'ur kadrlar qo'shinining tozlanganligini olg'a surib kelmoqda. Amerika ovozining xabarida bildirishicha, Amerika Kengash palata a'zosi Xitoy raqobat qonuniga tuzish kirgizib, Xitoyning majburiy emgakka chetishliq dengiz mahsulotlarini import qilishni cheklashni planlagan. Xabarda qayd qilinishicha, Amerika Kengash palatasi Moliya komitetining raisi Ron Wyden Amerikaning yangilik yaratish va raqobat qonuniga tuzish kirgizish sifatida dengiz mahsulotlari moddasini o'tirg'a qo'yishni planlagan bo'lib, tuzish kirgizishda Savdo ministrligi bilan Tashqi ishlar ministrligining bultur e'lon qilgan birlashma asos qilingan. Bu haqda e'lon qilingan dokladda Xitoy baliqchilik sohasida majburiy emgakka selishdagi og'ir jinoyatchi deb bekitilgan bo'lib, dunyoning har qaysi joylarida Xitoy bayrog'i esilgan Xitoy ig'dorchiligidagi baliqchilik paraxotlari to'g'risidagi nurg'un xabarlar tarqalgan. Kengash palatasining rahbarlaridan Chang Shumirning bildirishicha, Kengash palatasining bu hafta mazkur qonun loyihasini ma'qullashida umid bor ekan. Ammo Cumhuriyetçiler Partiyasi a'zolari tuzish va to'liqlash to'g'risida nurg'un talablarni o'tirg'a qo'ygan bo'lib, bu munozaraning kechikishini keltirib chiqarishi mumkin ekan. Kanada bilan Xitoy o'rtasidagi ziddiyat kun sari kuchayotdi. Kanadaning Alberta o'lkasida hukumat Xitoy hukumati bilan aloqasi bor universitetlarga hamkorlikni to'xtatishni buyurdi. Kanadaning Alberta o'lkasining qo'shimcha ma'arif ministri Dimitrios Nikolay bayonotida mundaq dedi. Davlatning 4 universal ilmiy va tadqiqot universiteti Xitoy hukumati bilan bo'lgan hamkorlikni to'xtatdi va ularning munosabatini tekshirdi. Minister Nikolay hukumatning bu hamkorlikning Xitoy armiyasi va axborot ishlariga yordam berishidan ansiraydiganligini bayon qilib, bu ko'rsatmaning Calgary, Alberta, Lethbridge va Athabasca universitetlariga avatilganligini aytdi. Kanada bu yil 23 fevral Federatsiya parlamentida bilet tashlash orqali Xitoyning Sharqi Turkistonda Uyg'ur va boshqa musulmon osonliq millatlarga qaratgan qilmishini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilgan edi.
Belorussiyaning poytaxti Minskdan Barselonaga boradigan aeroplan Fransiyaning havo bo'shlig'iga kirish ruxsatiga erishilmagachga qaytib ketdi. Belorussiya Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Anatoliy Glaz Fransiyaning bu qarorini havo qaroqchisi deb atadi. Polsha aviatsiya yo'l boshlash mulozimat organining bayonotchisi Pavel Lukasevich Reuters agentligiga mundaq dedi. Biz aeroplanning uchquchisiga Fransiya havo bo'shlig'ining to'silib qolganligini, uning kirish eg'izida masala bo'lishi mumkinligini uqtirdik. U qaytib kelishni qaror qildi. Yevropa ittifoqi Belorussiyalik jurnalist Roman Protasevichning aeroplandan majburiy tutib ketilishini ayblab, yangi jazo yurgizdi hamda Yevropaning havo bo'shlig'i va aerodromlarini bu davlatning aviatsiya shirkatlarining ishiltilishiga bermaslikni qaror qildi.